Salam sevimli dostlar, yaxşımısınızlar? Ko'rayotganinglar Şinjan Misran Yemeklik Cheklik şirketi tajdarlığıdaki Ailem programmasi. Men program riyasatchisi Tilraba Abduz. Programmamizni Şinjan Tilraba Madaniyat Taqtish Cheklik şirketi Çömölü Ballar Yürüşlük Mahsulotlari, Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyot Markazi, Şinjan Önüm Madaniyat Taqtish Cheklik şirketi birleşib ishlagan. Programmamiz yana Şinjan Alxumar Mablag' Silish Cheklik şirketi va Şinjan Abida Biopentexnik Cheklik şirketi alayda qo'llagan. Her san programımızda şundaq sevimlik bir cümle sözünü davatımız. O bosumu bir bala, bir ailenin ümidi. Milyonlagan bala, milyonlagan ailelerinin ümidi. Biz balalarımızın artıqçılıkları, güzel tarafları, yaxşılıklarını yaxşı görüş bilen bir vakitte elbette ularının azraqqını kemçilik, ayıp nuqsanlarını mı yaxşı görüşümüz ve onu qabul qilishni öğrenişimiz gerek. Her san programımızda biz her saha, her kasbdagi natija qozongan ota-onalar bilan birlikda ularning farzand tarbiyalash jarayonidagi qiziqarli hikoyalarga quloq solyapmiz hamda o'zimizning farzand tarbiyalash jarayonidagi nurg'ulg'an savollarimizga javob topyapmiz. Programmamizni yana psixikalik yetaklash berish uchun Şinjan İdrak Psixik Taraqqiyot Markazidan Muborak muallimmo alayda taklif bilan qatnashdi. Qarshi olamiz muallim. Rahmat. Undaqda bugun programmamizni taklif qilgan sevimli oila a'zolari sadi kimdi? Birlikte ko'rib baqayli. Doyinda agash kutisi eng ko'p bo'lgan kiyim moslashtirishda alayda usuli bilan nurg'un qo'llag'uvchilarga erishgan televiziya stansiyasi balla program riyosatchisi Nadira Yalqin. Mana bugungi programmamizni taklif qilgan sevimli oila a'zolarimizni sahnimizga chaqirib oldik. Undaq bo'lsa birlikte tanishib baqayli. Yaxshimi Dilrabada, yaxshimi muallim. Undaq bo'lsa ekran oldidagi do'stlarimizga bir salomlarni beryapmizlar. Bo'ldi. Ekran oldidagi do'stlar, yaxshimisizlar? Men balla programmasining riyosatchisi Nadira Yalqin, ya'ni Andarning opasi bo'laman. Andarchi, Andar ekran oldida juda o'xshash undaq do'stlar ko'ryapti. Yaxshimi? Men Andar deb qo'yamsa, Nadira mening xizmatdoshim hamdi. 2009-yilda, 2009-yildan boshlab biz bir idorada, bir programmada, bir sahnada riyosatchi bo'lib ishildik. Keyin arshkelimiz İdardan qaytib chiqib, o'zimizning bir igilik tiklash safarimizga atlandik. Nadiramning aytib bir tirishchan ana, umaq Andarning yaxshi opsi, tirishchan opsi. Eng muhimi Andar bu yil qanchasiga kirdi Nadira? Andar 5ga kiray dedi. Hozir 4 yoshda shundaq bu. Men qarsam bu bag'azir sho'xlashib ketdik. Sho'xlashib yuvashdi. Qaytidan ichilyotdi, bu o'yli kiydi, beshig'a, lekin boshlarni oldida undoq emas lekin. Shunda o'zim tutib oldi, gap qilmaydi, lekin oilada besh yo'q. Unda qilma Andar, mani tutsang bo'lmaydi deb tursa, ko'zini ishchi qarab tutsa, qilsa shishga kulib turib qilamda. Opa, qara debchi. Eng muhimi opamni qanday eriktirdi-da, opamni bilsiz-ku, bekchepi. Son biz opamlarning uyi bag'aqda, men meni qachon eqitdi, Andar opamning ko'zi qachon Andarda bo'ladi deb juda jiddiylashyapman. Lekin bu Andar ash qaysi opamning ko'zi qarab turib, meni eqitdi. Mama qaramay aqdi deydi da opamning oldiga chiroyli bo'libdi. Sofaning ustiga chiqib taxlab turib, "Mama" deb joyga baysan, umoq qiliqlari boshqa. Qaysi odamga qanday muomala qilish, kimni qanday nima Aldırmıştaqatıdı. Jiliqsam bo'ladi deganga o'xshash ishlardan yomon qattiq o'yinlaydi bu bola. Demak, hozirmi shunday qilyapti-da, to'xtamay bir yerlarni uryapti, sakrayapti, taxlayapti. Chunki hozir biz o'zaro gap qilib, diqqatimizni Andarga ba'midoqchi. Bu diqqatimizni o'zing harakat orqali tortish kerak. Mana bu miyada masorinda degan uchini beryapti. Shunami? Andar, yesli kirdingmi, o'g'lim kirmadingmi? Kirdim. Yesli yaxshimiki? Yaxshi. Anka Andardan-chi bir buvuspalar bilamsizlar, bilmamsizlar? Mama deb bera. Buvuspa. Buvangning ismini deb bera. Andardan buvusiga bek tuttaladi, bek yaxshi chalalaydi, ha? Ondan keyin biz yaxshi ko'rdiganchi, so'nqon ovoz degan. Do'rab bera. Buvang qanday qiladi? Qanday so'nqon, qanday do'raydi? Do'rab bera. Do'rab beramda bu odatda uydan? Do'raydi, do'rab berdi, talancha yapırdı. Mening bolam ha bo'lib, do'rab bera bolam.
Meni o'g'limmi shu 3 yoshga kirgacha bak yuvashdi. Shunda qilib men bu cho'ng bo'lganda bak yavash bola bo'lga o'xshaydi deb o'ylaydim-da. Endi men ko'nglimdan bak yavash bo'lib ketsa deb o'ylamayman o'g'il boldi-chu. Asar erkinroq, dadilroq bo'lsa deb o'ylaydim, lekin shu endi kichigida, yavashdida bir kun jim o'ltiradi, qizim kichigida bak sho'qdi endi. Aksicha bular cho'ng bo'lgan siri 3 yoshga kirgandan keyin o'g'lim shunda sho'qib ketdi-da. Anikin bir mezgil vaqti bo'ldi ekan bu bolaning. Cho'qim biz shunda chiroyli desakmi, shunda tushuntirib desakmi, bilib turib bayina degan ko'zimizga chiq qarab turib tekadigan. Endi hamma bolalarda shunda bir kayfiyat bo'lamda ma'lum. Bo'ladi. Masalan, dastlabida qanday bo'ldi degan joyda Nadiraning cho'qim esida bo'lishi mumkin. Bu bolalarda o'rtaq bir hikoya-chu. Masalan, bala endi oyga chiqib o'tira oladigan vaqtda bizlarga minishni ugundigan ilqa arvasiga o'tda o'sib qo'ymizgu. Oldinlarga o'yinchiqni bersak, u bala yerga tashlaydi. Bu hozir midirildi va qara deb qilaldim ko'dimmi da. Ha, ko'di. Men ko'dim. Endi asta uni terib quliga tutqizib qo'ysiz. Tutqizib qo'ysangiz, uni yana pastga tashlaydi. Bu o'yin takrorlandi. Endi boy degandek, Nadira degandek apsiga qara deb turib tashlaydi-chu. Endi bu chog'da biz qanday tushunamiz desa, "Oye, kichik bola yo'qchimi? Hozirgi bolalar bek yomon bo'lib ketdi. Qara, mening ko'zimga qartib qo'yib turib." Ha. Tushkisi bo'lsa mayli Nadira. Erkin o'ynab olaman. Mening ko'zimga qartib qo'yib, alaqay sho'xlik qilyotidi yoki mendan huquq talashyotidi, meni jiliqyotidi deb o'ylaymiz. Amaliyotda qanday bo'lyotidi degan chog'da biz degan bala kichigidan tatiblam dunyoni shu qazuduchu bilmaydigan narsalar haqida izdindi. Shu to'xtamay bir narsani yerga tashlagan vaqti amaliyotda bala orliq o'lchayotidi. Ha. Manchilik arliqda mundaq ovoz chiqadigan, manchilik arliqda mundaq ovoz chiqadigan deb u toki shu arliqni ovoz orqali mo'lcharlay oladigan iqtidor yetilganligini o'zi his qila oladi. Andin to'xtaydi. Bu yerda qandaqdir opini jil qilish yo dadini jil qilish, cho'nglarni jil qilish, o'g'il u yerdan o'qib tanishish bu gaplarni biz o'zimiz saylab biz qiyrishyotdi bizlar. Qilyapsa, lekin bu bola to'xtamay nima ovoz. Masalan, eg'iroq narsani qilsam qanday bo'ldi? Yenigroq narsani qilsam qanday bo'ldi? Yumshoq deb ashta qildi. Safa chiqib sakraganmi shu amaliyotda? Azroq sakrab baqsam qanday bo'ldi? Yana bakrak sakrasam qanday bo'ldi degan narsani. U dunyoni o'zing har xil usullar bilan kezib bilmaydigan narsalarni bilyotdi. Bu birinchi xil ahvol. Endi yana qanday ahvollar bo'ldi degan chog'da bolalarning o'sib yetilish jarayonida biz taxminan odatda 3 qatimli qarshilish mazgili bo'ldi deymiz. Birinchisi buvoq vaqti qarshilish mazgili. Buvoq qarshilik deymiz. Bu 2 yosh, 3 yosh, 4 yosh bo'lishi mumkin arliqi. Ba'zilarning 2 yoshda boshlandi, ba'zilarning keyingi surilib boshlandi. Yana birisi endi balalar, artung panichi, balalarcha qarshilish mazgili. O 7, 8, 9 yosh. Yana birisi endi chingchunchi yoshlik bahar mazgilidagi qarshilish deb. O 11 yoshdan boshlansa toki 18-19 yoshgacha davrlangan holatda takrorlanishi mumkin. Balkim shu qarshilish boshlanmasa toki cho'ng bo'lib o'yinchoqlik bo'lgandan keyin yana balkim davomlanishi mumkin. Cho'ng nihoyat rahat holatda o'tib ketish kerak bu paytda. Hozirmi shu balkim andar balam 4 yosh kirgan bo'lsa, menga diqqat qil, men butun diqqating menda bo'lsin deydigan inkoslarni bizga beryotdi. Undan biz hozir diqqatimizni andarga berib qo'yaylik. Andar bugun choshpasunni bek chiroyli qilib ketdi-a. Shunday kelishgan bu kutdi. Nadiya satdikna chechini? Nadiya satdi? Andur. Chechani Nadiya satdi? Nadligini bilmaysan cho'qim. Kim yasatdi? Uyimdan yenda. Ha, kim yasatib qo'ydi? Dada. Ay, mush choshpasunni bu yerda munduqsan fayz bo'ldi deganda, sen o'zing o'yildingmi? Dadan o'yildimi? Dadan o'yildi, ha, yaxshi. Biz vallah minut chechimni munduq qilib qo'y deydi, ha. Ikkinchi bu o'zining kiyimini o'zi tanlaydi. Masalan, mundaq masalan moslashmagan narsani qasalda qo'yib qo'ysam, appa bu bo'lmadimi? Ko'k rang bilan aslida oqni kiysam yarashadi deb ma'lum yutib Demak, Nadira bu hozir do'yinglarda bo'lsin, may o'zi iglik tiklasa bir gaplangandan beri asosan kiyim moslashtirish jihatda nurg'ulg'an to'rdoshlarniki yaxshi ko'rishiga erishib, o'zining nurg'ulg'an pintozlari bor hozir. Anadan keyin men ba'zi vaqtda cho'qim ko'rma, nimalarni moslashtirib ketdi debchi. Shunda chiroyli moslashtirdi. Bu menda bir iqtidor. Chunki rangga, fasonga bo'lgan bir go'zallik qarshi men bir nuqtaga yetgan vaqtda undan keyin buni yaxshi moslashtirib bo'ladi. Demak, bu endi
Ender balamda irsiyat pakanda şundan qaraganda. Azraq payka deb o'ylab qoldim. Undan boshqa irsiyatlar bor deyman-da. Bada. Ha. Men dilsiz qo'yish xalal qanday boshqalarni o'rgatyapman. Men boshqalarni o'rashni yaxshi ko'rmayman. Misal qiziqchiroq degandek. Endarmo shu meni tatib qopti. Dadasi qat'iy gap qilmaydi. O'taga yerda bir ishga o'tira oladi-da, faqat kamsiz. Gipi yo'q, gipi jiq emas. Lekin Endar menga o'xshash qut-qut, ashta qiziqchi, ashta qo'lamizga do'rab beradi. Nimalarni do'riyalaydi Endar? Yo'lvoslarni bu do'riyalamda? Yo'lvoslarni do'riyalamsa, Mushuklarni do'riyalamdi yoki odamlarni do'riyalamdi yoki oltimanlarni, umich polvonlarni do'riyalamdi? Nimani do'ralaysa? Menimcha umich polvonni do'riyalamdiki deb o'ylayman. Qarjig'osha. Qanaqa qildi u? Do'rab beray. Qanaqa qildi? Qarjig'osha degan qildi, a? Ancha qana choplashib qoldi, yalaga bilan choplashib berib, men taxildonga choplasham yalaga. Qayerga men choplish? Menga choplish baqa, menga. Bunda qilib choplish. Men bir aytgan bo'lay, menga choplish beray. Jujurchadek chaplish baqa bo'laman. Jujurcha qanday choplishdi? Bo'la. Bolga qo'yadi yo'q bu yerga. Yo'q, bu yerda bir narsa yo'q deydi u. Ayliq to'g'ri yo'q o'xshaydi-da. Shuni choplashamaydi ekan bu. Choplashamaydi ekan. Qurollarimi yo'q Bir narsa yo'q deydi. Undasi buvang do'riydi ayliq. Bulbul buvangni. Andajan degani do'rab berib, da. Tekshir do'riysan. Andajan, makarada. Andajan degani Davidda bular. Burada da buldum bu da. Amudiki Ender kichik vaqtlardan tatiblam buz to'xtamay muzikalar chapiradi ya. Tutalan chapiradi. Yolqin buzi tuta chapiradi. Tuta chahan yaxshi ko'ramsan o'g'lim? Yaxshi ko'rdim. Bu bilan bilan naqshlarni aytamsan? Ha. Qaysi naqshlarni aytishni yaxshi ko'rsan? Yo'q. Umr yo'li. Voy umr yo'li degan yo'g'on bir naqsha bu. İtalayma da qo'ya bo'lar. İtalamsa işte cho'ng naqsha u. Anglab boqsaq bo'lamdi bilan. İtalamsa? İtalamsa? Agar bizga aytib beramsa? Ha, aytib berdi. Cho'chiladi. Jonliq aytadi, balamdan ber. Televizordan ovozini biz anglayolmasak, azroq ko'tarib qo'yamiz-ku. Ha, kipini aytmaydi. Ha. Tipine keyindan tuttum. Bu bize bakcanda tervat bulguca. Sukuyu güleni ay dadayım. Sakuna güleye pusula avla. Yaxshi. Rahmat qilam. Rahmat. Nechta kimga ketib qo'ydi? Opam. Qo'ydi, yaxshi. Bay Muborak malim degan gapi nayt yaxshi amillashdi hozir, chunki biz Andarga diqqat qilmagan vaqtimizda to'xtamasdan sakrab, ularni urib, men sakraga chiqqandim degan ifodani bildirgan. Hozir biz birdam Andar bilan paranglashgan vaqtimizda butun diqqati bilan biz bilan paranglashdi. Boyiqiliqi, to'xtamay midrashlari, putlarni tepishlari, sakrashlari birdamda yo'q bo'lib ketdi. Shunaqa. Demak, endi ilqi ballar nurg'unga vaqtlarda uyda to'xtamay bir narsalarni urib, chilib yoki bo'lmasa yugurib, ya bo'lmasa to'xtamay chiqib apa degan vaqtlarda amaliyot u menga bir azroq diqqat qil degan ekan. Biz nimda bishimni og'ritsa bakchiq gap qildim, birdan jimotda deb nurg'un Alloh balkim uni besishi mumkin ekan. To'g'ri, agar besib yetib qolsak, chataq chiqadi. Birsi menga qarshilish mazgilda ballar menga diqqat qil, menga haqiqiy mehringni ber, meni ko'gin yana, meni ko'gin. Men miyadim mavjud. deb miyada mehr muhabbat talab qilgan, diqqat talab qilgan paytida biz cho'qim bakrak zehnimizni mushu mazgilga qarasak yaxshi bo'ldi. Endi bu yerda mundaq bir tushunish bo'lib qolmasin. Diqqatimni berdim deb, unda bo'lsa bu xohlagancha varanchurun qilaversin, xohlagancha qanday taqodim baxchilaversin emas. Balki ashunga diqqatni berish jarayonida bu bizning yana qandaq paytimiz desam, tartib yutadigan paytimiz-ku. Avval xohlagancha qilib ol. Unda biz 5 qatim qilsa, 4 qatim qilsa, 3 qatim qilsa deb o'yin o'ynash orqali uningkin buni balam qilgan kelgan chaqda oldi bilan menga da'vat biz manchi qatimkin to'xtayli deb turib tartib yutadigan vaqtimiz naq shu vaqt shu. Uningkin ba'zi otalar bunda deydi, qarshilashtirib qo'ymay deb o'ylab, balkim sahrsin, bek yaxshi sahrdim. Buningda negizda voy bek qoldiz. Hatta ba'zilar shunda deydi, o'ylaqi ba'zi dadlar mening barimda bilan o'rvatgidek o'yna o'ynay. İçib yippat deydigandek bundaq bir narsalarmi bor. Endi menimcha bu bolalarga xato ta'sir berib qo'yishi mumkin. Ilqi biz necha vaqtdan beri deb kelyapmiz, erkinlikmi ma'lum doir ichida. Sharoit tanlaydigan holatda.
bo'lishi kerak ekan. Dadılar onda biz tamamen buldu. Mesela mening barımda men bilan billa degan gaplarni, lekin u sharoit tanlash kerak. Dalaga chiqib ketib qanchalik dumilsangiz mayli. Qarlarda, qarning tuplarida hozir qish keldi. Chimliqlarda mayli. Biz dadılar bilan balaniki mushunchalik vaqtida dumilishib o'ynashini, kuch sinash o'yini o'ynashini pek tavsiya qilamiz. Masalan, o'g'illar bo'libmi ona bilan o'ynaganda to'lasilik, siliq, sipayliq, gap qildigan yoki mehmondorchilik mundaq o'yinlarni o'ynaymiz. Dadalar bilan qanday o'ynaymiz degan chog'da, masalan biz balam deb mundaq quchoq olsak, dada balani osmonga otadi. Balam deb. Lekin biz "Voy balani yiqib ketamiz" deydigan ansiz harakatlarni, boshlarini pastga qilib, qo'pol harakatlar bilan qilamiz. Amaliyotda bu tavsiyalik harakatlar. Nemishqa degan chog'da bala oyada kuchning tampon nuqtasini saqlashni dal dadi bilan bo'lgan ashnaqiliqi biz qo'rqib ketadigan o'yinlar orqali o'ynay oladi. Masalan, bir-birini besib, chelish o'yini o'ynash. Andan bu bal har qatim dadalar muhtuvasi olmaydi, har qatim balalar muhtuvasi olmaydi. Qasdan uturib qo'yish kerak, utib bilish kerak. Bu silishtirmada bala manchilik kuchda, men manchilik adamni o'riyaladi ekanman. Ma'ningdan eshib kelsam, men qarshi tarafni zaxmlantirib qo'yman deydigan bizlik tarozida yoki biror o'lchamli qurol asbobda o'g'itolmaydigan kuchning tamponligini dal dodi bilan ashu harakatlarni qilish orqali o'ynisi bo'ldi. Lekin bu cho'qim so'rin va sharoit tanlash kerak. Endi masalan bunda bir ahvol borda, nurg'un bolalarning, ba'zi bolalarning endi endi balkim dadlari endi bo'lmasligi mumkin. Yoki bo'lmasa xizmat oldirashligi bilan davomli endi turolmaydigan bo'lib qolishi mumkin. Endi shunda bolalarga nisbatan bu bolalarni o'ziniki shu o'g'illarning bo'lib mo'yliq ichida bir portlab turadigan bir kuchi bo'ldi ekan u. Shuni bir chiqarish kerak ekan endi mening bilishimcha. Men buni ma'lum bir kitobda o'qimadim, lekin qayerda darsliklarda anglaganim hozir azroq esim kelyotdi. Buni cho'qim bir chiqiradigan bir fursat berish kerak ekanda. Buni oilada masalan yugurgan, taloq chiqib top tepadigan degandek harakatlarni hammasidan cheklasak, bu o'zligi narsani chiqarmagandan keyin bu amaliyotda texnik bir siqilish kayfiyati paydo bo'lgan. Shu agar ashundaq dadlar endi bulanmaydigan yoki bo'lmasa hamra bulanmaydigan bolalar, masalan sirtda boshqalar bilan akıllari bilan yoki bo'lmasa bir klublarda top tepish, yugurash yoki mahallaga tushib toz qoningidek chepib yugurib, sakrab taqlab o'ynash degandek usullar orqali chiqarvas bo'lamdi men. Shundoq to'liqlasi tamamen bo'ldi. Undan keyin yana agar dada bo'lmay qolsa, bu yerda ma'lum sabablar bilan yana qanday qilish ehtimolligi bor degan chog'da dal shu 3-4 yosh vaqtida biz oldingi sanatda ilmiy jinsiyat tarbiyasi berish kerak. Andan men yuqori degan qanday o'yinlarni o'ynash kerak dedik-ku. Bizning oilamizda urug' tuqqanda bu bolaning ya tog'isi bo'lishi mumkin. Yoki bizning ochimizning yo'ldoshi bo'lishi mumkin. Yoki o'zimizning aka inisi, andan cho'ng dadalarimiz bo'lishi mumkin. Am mushlarning ichida biz odam tanlaymiz. Adam tanlaymiz. Tanlagan chog'da har birisi birdan emas, har birisiga bir narsa emas. Zodiya shu izchil mushbalaga hamroh bo'la oladigan, ulug'lik bo'la oladigan bir personajni tanlasak bo'ldi. Bu andan buningga hikoya o'qib berish orqali qiliq jinsiyat tarbiyalarini, o'zing o'g'il bola ekanligini, qiz bola bilan qanday farqiy badan jihatda, andan mijoz xarakter jihatda shularga yetaklasi bo'ldi. Agar zodi tuqqan yo'qdi bo'lib qolsa, hatto maldiki o'zimiz hurmat qiladigan cho'ng yoshdagi bolalar bor-ku. Buningdan 7-8 yosh yoki 10 yosh cho'ng biz ishonchlik qildigan yoki 20 necha yoshlarga to'shqan shu bolani biz hurmatga sazovor bo'lish kerak oldi bilan. Haqiqiy ehtiyojimizni deb unda bo'lsa, shu bolaga bilan mushta o'ynab beramsiz deb ishqib birdan 2 odamni tutib olib, bu tarbiyalashni tamoman to'liqlab ketgili bo'ldi. Tug'ilganda 2 yoshdan boshlab ravus mangadigan, yuguradigan bo'ldi-ku. Shu vaqtdan foydalanib 4-5 yoshgacha bo'ldi. Keyin andan bola uchun bundaq ma'lum bir iqtidorni o'rganib olganda, shu iqtidor bilan munosabatli bo'lgan o'yinni qayta o'ynash uchun unutmaydi. Tabiiylam, balam yana mushlash o'ynamdi desa, boshqasi bormi? Yengillikqa to'xtamay intilib turdi. Bola o'zi bishorat berdi. Bitti men hozir o'rganib bo'ldim degan bishoratni bergan chog'da biz yengilasak bo'ldi. Unda xo'sa hazır Nadire bay dedi-ku. Mesela endermi öydü bek şok, toxtumay mindirap durdu endi dep. Mesela muşundaq ahvallarga nisbatan bay Nadirem dedi-ku, endi enderni öydü bek şok, hazır bek şok bo'lib ketdi. Ba'zi narsalarda men bilan cho'qqum shundaq qilib qildi degan ahvallar dedi. Mesela muşda masalalar yo'liqqanda, siz qanday bir taraf qilsiz? Bay degandek ilqi cho'nglarning uyiga borganda qarab turib maylan to'kaytidi degan ahvol kelganda men xijil bo'lib ketdim-a degandek narsalar dedingiz. Mushunda ahvol ostida ba'zilar o'zining o'ng'aysizligini bolalardan oldi-chu. Yo'q. Mushunda ahvol qarta, masalan, siz qanday bir taraf qilsiz?
Ba'zi vaqtida men haqiqatan buning qilgan qiliqlariga qarab achchiq dedim. O'zimning kayfiyatimni kontrol qila olmayman, lekin kitoblarda o'qib, qanchalik kichik bir videolar chiqatdim, o'sha bola tarbiyasidagi shularni ko'p ko'rganligim uchun bo'pti sabr qilay. Masalan, buningki kayfiyatini men yaxshi bir taraf qilmay qolib qolsam, men mush ochig'imni bundan olsam, bu balkim men bilan texnik qarshilashdi deb o'yladim. Shuningga har bir qitimliq ishda bolam buni qilsam bo'lmaydi deb shuningki ilmiy asosini bunga tushundirma. Xatoligi nada? Masalan, tutma degan narsani tutgan bo'lsa, cho'qim deyman, bolam buni tutsang bo'lmaydi. Birinchi bu bir qozon bo'lgan bo'lsa, masalan, bunda o't kuyayotdi, bolam qo'li qiziq, qo'lingni kuydirib olasan, qo'lingdan munda bo'ladi, qat'iy bo'lmaydi deganga o'xshash ish qilib asta tushundirma. Birinchi qitim tutadi, qilmasam yana qiladi, uchinchi qitim yana qildi, qopig'im bo'lsa turib qo'yma. Lekin buningga hozirgacha hamda qilgan qiliqlari uchun bir vaqrab yoki bo'lmasa buni urush orqali bir taraf qilib boqmadim. Ana shu xil usullar bilan hal qilyapman, lekin hozirgacha bir qanoatlanib bir javoblarga erishaman. To'xtamay shu yerda kurash qilyapman. Bo'lmasa abimni yaqin shunday yosh tarbiyalarni qilib, uni suyib, yuzni papilab kelgan mana. Shunday shok bir holatda. Siz ham bu bolalarning eng tabiiy holati. Agar mushada to'xtamaymish yarim soatdan beri jim o'ttirgan bo'lsa, biz bearam bo'lib qoladi. Ham ansiraymiz. Bu jim turmaydigan, bizda jim turmaydigan, harakat qildigan, gap qilib turdigan, o'zining xiyollarini qildigan vaqtida bu bol nimishga jimmi o'tirdi. Oilda baq o'qib ketdimi ya? Deganda ekan, nurg'un masala bormi ya deb biz tasdiqlashib muborak bo'lib ikkimiz bugun mushta bo'lib qoldik, qaramishatdik. Bunday erkin o'ziniki mush ishida bo'lishga tegishlik ahvollarda. Masalan, Nadira degandek ba'zi xatarlik ishlarni biz o'rgatamiz. Bu xatarlik ishlar to'liq nim bo'ldi degan chog'da tok. Masalan, balalar oshxona uyiga kirma desak kirmaydi-chu. Ma'lum cheklangan rayon deb aniq uqtasak bo'ldi. Lekin qaysi xil ahvol xatarlik degan chog'da bo'libmi tamladiki tok sanjiydigan ya bog'u ashaga qo'lni tiqilish nimada bu to'shikning ichida nima bordi deb tatlab beqishga bek amroq. Endi uningki bir charisi nima degan chog'da to'rlarda setayotgan ustini yipib qo'ygan bexatarlik qapchiqlar bor. Endi bu bolaga tushundirmaylar bexatarlik qapchiqni uyaga silvasak qaysi xil ahvol yuz berdi degan chog'da xo'sh mening uyimda bu bexatarlik qapchig'i bor. Cho'ng opamning uyida-chu, qo'shnimning uyida-chu, do'stimning uyida-chu. Unda bo'lsa o'xshamaydigan bir yer keldi, unda bo'lsa men bu yerni qizib baqaymi deydigan ma'qul ahvol bor. Shunga bexatarlik qapchig'ini qaplagandimi, uni cho'qim tushundirib, men nayt xatarlik, endi xatarlik degan gapni bu gap bilmaydi. Bolalar bilmaydi. Uni qanday tushundiramiz degan chog'da ovozimizning yuqori to'varligi bilan tushundirmaslar. Bunda qilib, "Vayjon" debchu, o'zimiz qilib beribchu, "Voy, bunda bo'ldi, qo'limni miyak tiqsam bek og'rib ketdi. Vayjon, nech qitim vayjon deb aytgankin bola andan, ha bu qilmaydigan yaka" deb biladi. Tushundingmi? Endi unda qilma, men boy bunda bo'ldim davitib, andan qopni etaversak, bola ha bu men chiqilmaydigan yaka deb bunda o'yinda o'tadi. Unda siz hozir Andardan shuni so'rab qo'yinglar. Andar, seningchi xatarlik degan qanday bo'ldi? Xatarlikni sen bilamsan, bilmamsan? Xatarlik degan masalan sen qozonni qiziq qozonni, undan kuyayotgan o'tlarni tutsang xatarlikmi, emasmi? Xatarlik. Xatarlik, endi tushundim. Nimish xatarlik? Deb beraman. O'tni tutsa qo'l kuydiradi. Yaxshi. Qaynayotgan choyni opam muzlatib qo'ygandan keyin sen ichsan, shunaqku. Lekin muzlatmagan vaqtida ham qiziq choyni sen o'zing quysang xatarlikmi, emasmi? Xatarlik. Nimishga? Qo'liga tiqildi. Kuyib qoldi shuning bilan, qo'liga tiqilib kelsa, qo'li kuyib qoldi shunama. Undan bo'lsa, opam sirtda bir do'konda nasiyotidi, udulda sizlarning uyinglar bor. Opam do'konda nasiyotadi. Sen do'konning oldida bir narsani ko'rib o'ynayotding, lekin yo'ldan o'tsanglar sizlarning uyinglar bor. Shu joqda sen opamni saqlamayli yo'ldan yugurib o'tib ketsang, xatarlikmi, xatarlik emasmi? Xatarlik. Nimishqa? Adamni mundaq qildi. Adam so'qiytib mundaq qoldi degani, mashinalar seni ko'rmay qolsa so'qiytib qoldi, shunami? Yaxshi. Demak, hozir bolalarning qalasida xatarlik yoki bexatar degan shu so'zga nisbatan
uqum inoqmagan bilan, lekin biz ish harakat orqali deb bersak, bu ishni qilsam bo'lmaydi, xatarlik degan narsani his qila oladi ekan, shunaqmi? Shunga shu bexatar, xatarlik degan gaplarni bolalarga bildirish uchun shu so'zning ma'nosini, shu uqumni biz uyda mushunga munosabatli bo'lgan manivercha o'yinlarni o'ynasak tamoman his qila oladi bola. Aytasi, noxus Nadira hozir biz andarga desak biladiku, masalan, o'tni tutsan qandoq desam xatarlik dedi. Tutsam bo'lmaydi, qo'lim kuyib qoldi deb nurg'un narsalarga yaxshi javob berdi. Mushni siz qanday bildirganingiz hamdi? Bu Ender oilda menga yordamlashdi. Men shunday tarbiyalagan. 4,5 yoshda. Qoch uyda bu yon yetamdi gapdandu. Nimani kirib yursa bo'lam, nimaga desab yursa? O'rinda qo'yib. Yaxshi. Masalan, atigalik chaynan qatisi Enderning vazifasi yuyishda. Mayli uchimizdan chaynan qatisi yuydi, o'zi akirdi, anda bir kichik o'rindig'i bor, uningga dasaydi. Anadikin qacha qaynoq suvni qo'yib berma, so'g'oq suvni qo'yib berma, anadikin Enderga qo'lingni bosh sapaq bolam. Qandaqga deb turib, ashuni bildirmankin. Apasam qiziqga deganki, azroq so'g'oq suv qo'yib berma, esab o'ziga his qildirma, ashuni so'g'oq yoki ilmon bo'ldimi yoki qiziq bo'ldimi deganlarni. Uni yub bo'lgandan keyin qachilarni chaqab qo'yib berdi. Anadan keyin uy tozalagan vaqtimda nalarni aytib bersa bo'lar? Nalarni aytdim? Nelarni aytdi. Ender aytib bo'lgandan keyin men yana bir qaytim aytman. Endi u suvning ichiga aniq shovdu nemiz qo'yamiz. Shu vaqtidami Ender bu suvni qulog'ini silib, og'zingni qisasang bo'lmaydi deganga o'xshash ashyolarni ta'kidlab qo'yma. Andan keyin tamoq qatgan vaqtimda yonimda turma, bolam may chachirab ketadi, chunki o'tpa deganga o'xshash shumish oiladagi kichik ishlardan boshlab qaysisining xatarlik, qaysisiningki qisi bo'ladigan, bo'lmaydiganligini tushuntirib qo'yman Ender. Abim dazmol sag'anto qanday bo'ldi? Yinida tug'andan qanday qildim men? Nima dedim? Tuma dedim. Tuma dedim, yana nima dedim? Nimishqa tuma dedim? Qiziq bo'lganligi uchun. Birga yiqib olsak bo'lmaydi-ku, bolam, qo'lim kuyib ketadi. Abim kiribla, ilqi chashni nim qilgan narsani tutib yetib, qo'limni ko'ydirib oldim. Lekin bek botir kelsa yig'limidan, lekin yig'lib olgan bo'lsa-mi, bo'ladi bolam og'irgan bo'lsa. Qiymay ko'rib baqay. Qayerdan ko'ydi bolam? Yaxshi bek ko'ymabdi, bekchon tutmabdi. Endi bilib oldim, ikkinchi qatim tutmaydigan bo'lding-da. Bugun shuna yaxshi ko'ngillik paranglashdik. Balkim Nadira o'zining ko'nglida ilqi bola kichik bo'lgandan keyin programmaga bek yaxshi moslashib bermay qoldi, jim o'tirmay qoldi deb o'ylab qolgan bo'lishi mumkin. Chunki bu har qanday bir onada bo'ladigan kayfiyatchi hissiyot. Chunki biz meshada bir nechimiz suhbatlashgan bilan ekran orqali nurg'unlagan do'stlarimiz ko'rdi. Balkim ko'nglida bugungi programmada asl bo'lsa cho'ngroq bo'lgan bo'lsa, texim yaxshi ifodlaydi. O'zining yaxshi ko'rib aytadigan narsalarni bugun qasi xolimidi biz bek majburlimidoq aytib bermay qoldi deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Amaliyotda mushning o'zi bek yaxshi bo'ldi-ku, bek rohat. Chunki bu bola endi 4,5 yosh. Uningga mas sahnaga tunji kirdi. Tunji kirdi. Yeyinayotgan narsalar nima? Mavi issiqlik narsa nima? Bunun hammini bir qitim his qilib berishga intilyapti mavjud. Shunlashqa u ansirashdan oshdi. Hattoki shu suvning qutularining eg'izlarini bir-birisiga almashtirib yeb beqyapti. Tushmamdi. Mening og'zini aning qo'ysam tushmamdi degan narsalarni his qilyapti. Demak, mushning o'zi bek yaxshi. Chunki mushu balada hozir bo'lish tegishlik, qiziqish, yangiliklarga intilish degan narsalar, darhol inkos bildirish degan narsalarni hammasi bo'lyapti-da. Shunga oldi bilan Nadiradan, undan keyin Andardan aytdim, suyundik. Sizlarga ko'p rahmat. Muborak bo'lsin, hissiyot his qilganlari az emas deb o'ylayman. Nadiraniki pek yaxshi qilgan yeri, balaninki mushu qarshilashayotgan mazgilda diqqatini bag'inichu balaga. Amra bo'ldim, xuddi ba'zi chuqum apangizdan xijil bo'lsiz, maylan temitib etgan vaqtda, lekin hech qisi yo'q, u cho'nglarga to'g'ri tushundirgil bo'ldi. Lekin ma vaqtda balaga ajab yuzimni to'kdi yoki meni tartibsiz bola boshqurdi-ku deb haq mundaq o'ylab qalamu deb to'lisi o'zimizning hissiyotini o'ylab shu vaqtda balaga to'g'ri yetakchilik qilmay, qattiqroq vaqirab qo'ysak, u chog'da bu qarshilash mazgildan nayt yaxshi o'tolmay qoladi. Bu chog'da mushu mazgillarda onidan ajoyib cho'ng bir savr taqat talab qildi. Balalarga mehrimizni berishini talab qildi, ham diqqat e'tiborni berishini talab qildi. Mushu vaqtlarda agar yetarli diqqat e'tiborimizni bermagan chog'da qisman balalarda qanday ahvollar yuz berdi degan chog'da og'rib qoladi. Men ashundaq ishlarni qilsam, sen faqat diqqat qilmading yoki vaqirab meni qo'rqitib, bunda bir bearam qilding deb unda bo'lsa, u ilqi
tuyuqsiz og'rib qoldi. Iliq zukamdab qoldigan narsalarni ba'misakmi, qilin kiygizsakmi zukamdab qoldigan. yoki qizib qolmaydi, lekin o'zim bearam bo'ldi shunami. Oshqil ahvollarning hammasi amaliyotda menga diqqat qil amsa, men og'rib qolsam sen menga qaraysan-ku deb, o'sha behuda og'rib qoldigan ishlar chiqdi. Shunlashqa qarshi mezgilda haqiqatan bizni sabr toqat talab qildi. Lekin nimani talab qilmaydi degan chog'da bo'lishiga qo'yib etishni qat'iy talab qilmaydi. Masalan, ashta qishlarga yo'liqqan vaqtimizda biz sabr qilishdan boshqa yana tushuntirishdan boshqa masalan, bunda baqirib qo'ysak, bunda qimma deb bunda ovozimizda ching chiqarsak bo'lmamda. Uga ogohlantirish Balachu rangni bek yaxshi tunuydi bunda vaqtda. Shunlashqa uyda o'ynaydigan bir o'yinimiz bor. Bizning uyda mundaq qilmishlar qizil chiroqli harakat. Buni qilishga qat'iy bo'lmaydi. Mushni qilsang, men mushundaq vaqirab solma deb dada vaqasin sizga yoki siz dadaga vaqirang epizod o'ynab bersak bo'ldi. Endi mundaq harakatlar seriq chiroqli harakatlar. Buni qilishni tavsiya qilmaymiz, lekin qilib sinab boqaman desang, bir necha qitim sinab beqishga bo'ldi. U ma'vular deb epizod o'ynab bersak bo'ldi. Endi yana bir harakatlar, bularning harakatlari nihoyat oddiy bo'ldi-da. Harakatlari endi yeshil chiroqli harakatlar. Buni qilsang biz xush bo'lamiz degandek, boy siz degandek uy ishlarini qilib berish amaliyotda yeshil chiroqli harakatlar-ku. Endi qizlarda yana qaysi xil ahvollar yuz berdi degan chog'da balam bek kichik qozon beshig boldir o'g'dib ketmasin yoki pichoq tutib say to'g'rab bersa, qo'lni kesib oldi deydigan andishlar bor bo'ldi. Amaliyotda hozir bu davrimizda undaq andishi behojat. Qo'lni kesmaydigan bolalarning maxsus oshxon buyumlari bor, pichoqlari. Shuni akab, u yerda har bir ko'ktatni kesishmi bolalarga oyada uzunlikni o'lchash. Shuning tamponligini his qilish tarbiyasi bor oyada. Andin o'ng qo'l bilan so'l qo'lninki qandaq bir-biriga moslashgan chog'da bu ko'ktat kesiladi deydigan narsalarni o'zi his qila oladi. Shunga u chog'da ortiq vaqirab ketish yoki ortiq ansirab ketib bolani ishga buyurmaslik toza tavsiya qilinmaydi. Unidagi ma'lum hozir Andar bunday qildi-da, ham qutuninki og'zini yig'moqchi. Endi nurg'un bolalardan o'sha kichik vaqtida iliq bir kichik narsalarning ig'izlarini, bir kichik bir narsalarni bunday qilib chotlab qo'ygan narsalarni yig'ib berish, undan keyin ikki yonchi qilib silib oldigan nadu ko'sa. Buni mushunda bir xil narsa bor ekanda, o'rtaq bir alaylikka bu ham bolalar. Bu bularning dunyodan qeziyotgan boylig'ida, hamda cho'ng-cho'ng narsalarni qo'lga patmaydi. Kichik-kichik narsalarning turini jiq holatda qo'lga patqiza oladi. Endi bu o'ylashidi. Bu yerda hamma narsa mening, dunyo men uchun cho'glaydi deydigan ang bo'ldi bo'ladi-ku. Shu 0 yoshdan shu 3-4 yoshgacha. Shu vaqtda endi bu narsani men uyga akasam, bu yana o'yladi, nima ishlarni qila olaman bu narsada. Uyga borgandan keyin qanday qilaman? Bu chog'da hamda ana yoki dada kirib, yonchiqdagi narsalar bilan biz bundaq narsalarni qilib baqsaq bo'lamdi deb, buning turli o'yinlarini o'ynasak bo'ldi. Endi bu yerda yana tartib bor. Unda bo'lsa bu narsalarni qaysi vaqtda olamiz, qaysi vaqtda olmaymiz. Kimninkini olamiz, kimninkini olmaymiz. Erishdan burun ruxsat so'ramamdiq degan tartib qoidani o'rgatib bo'ldi. Demak, bu hozir butun qutilarning eg'izini jiqqani xuddi dengiz bo'yida sadabniki qanday hissiyatda bo'yibdi-da. Nayt yaxshi bugun shu umaq 4 yosh, 3 yosh, 5 yosh to'g'risida bo'pmi? Yangi bir qarshilashish mezgili kirdigan dastlabki vaqtidagi bolalar to'g'risida bek yaxshi paranglashdik. Eng muhimi bugun programmamizga kelgan Nodiragim ko'p rahmatimizni bildiramiz. Umaq Andar shunday yaxshi bizni saklantirib, o'zining dunyosini bek ko'ngilli o'tkazib bugun faoliyatdan. Uning ustiga Andar shunday o'yinchig'ini o'ynaydi, kechda uyqusi kelib ilish qalay desimi, men o'yin ketigimni ratlaytay opa deb ratlaydi. Yaxshi. Bütün hamma narsani naq joy qo'yib, masalan, ko'k rangli sevitining ichiga avtomobillarni solgan bo'lsa, unda masalan, seriq rangli sevitining ichida mashinalar turdi. U ikkisini almashtirib olsam, yana olmaydi. Andan keyin, masalan, mening kiyimlarim ham odatda hamma o'yratib turdi. Bunda qo'yib qo'ygan bo'lsaqmi, apa, chapiningni joyiga qilib savat. Apa, ashqishni oldingmi? Nechini o'chadingmi? Apa, mana telefonini oldingmi? To'lik, hattaylik mening ashtaqqa debek aldiraqsan, oson narsalarni yuttirib qo'yman. Lekin men Andar har bir qitimni qopib mashinaga chiqqan vaqtlarda men ta'kidlab turdi. Bek yaxshi odatlar bor buni. Aytishtirmoq odatni. Bir yarim qitim Andarni talaga chiqib, oshqishdan tutib kelib ishkola talaga chiqib Alex nima aytib nurg'a qitim oshqishdan oshqizgan vaqtlarimizda qulupni chiqib. Shuning uchun opam baribir unutib qolgan. Men sal esiga solayman, o'g'il bola bo'lgan ekan.
Ben sen mas'ul bo'lay deb o'yladim. Ashtam o'yi bor bo'ldi. Unda bo'lsa, bu ishlarni men qilishim kerak deydigan o'yimi bor bo'ldi. Buni izchillashtirsak bo'ldi. Endi bolalarga biz qoida tartib o'rgatamiz. Masalanga paypog'ini naga solsan, kiyimingni na qo'ysan, bosh tarafga nima qo'yamiz, oyoq tarafga nima qo'yamiz deb. Mushtaq o'rgangan bolalar, o'rgatilgan, mashqlantirilgan bolalar boshlang'ichdan 2-3 yilga chiqqanda keyni giyinib ketishi mumkin. Unda bo'lsa buni nima shakllantirdi degan chog'da, masalan, oilada bola shunday qilyotdi, lekin ota-ona unday qilmadi. O'rindiqning tepiga xohlagancha chopini tashlab qo'ydi. Ular o'zlari joyi qo'yib beramsa, bu kichik bolalarga tartib o'rgatgan vaqtida men shunday qilib ekanman. Hozir ota-onam joyi qo'ymayotdi. Unda bo'lsa men cho'ng bo'ldim, qo'ymasam bo'ldi deb keyni giyinib ketadigan mayfallar bo'ldi-chu. Shunlashqa bu yerda ota-ona shu o'z harakati orqali birdaklikni saqlash bek tavsiya qilindi. Bundan keyin men bir narsani bek yaxshi ekan deb o'yladim. Masalan, bayliq o'yinchiqlarini o'zratlaydi, o'zining bir tava joyi bor deb. Hamda 3 yoshdan keyin bolalar o'zininki bir ma'lum bir tavallik tuyg'usini izlayotgan-ku ma'lum. Shunda vaqtlarda nurg'un ota-onalar masalan hozirgi masalan shaharlashgan oilalarda, bino uylarda asosan bolalarning o'zining ayrim yotoq uyi yoki bo'lmasa ayrim bir o'yinchiqlari, kitoblar tizilgan uyi bor. Masalan, hamda undaq bo'lmagan sharoitdimi hech bo'lmaganda yezlarda bir uyninki bir derazaning bir bulung'ini. To'g'ri. Yoki bo'lmasa bozordan kiyim ishkobi akildigan iqtisodi bo'lmasa, men deymanda chiroyli kardon yeshiklarni, rangli bolalar yaxshi ko'radigan gulli qog'ozdan chaplab, bu sening kiyim sandig'ing. Bu sening narsalarni soldigan sandig'ing. Maningga ishtonlaringni solsa, maningga maykallaringni solsa, o'ynagan o'yinchiqlaringni yoki yaxshi ko'radigan kitoblaringni ma derizning mayerga tizsang bo'ldi deb biz bir yana o'zimiz ko'z tutib berishimiz kerak ekan. Ham nurg'un otalar bunday narsani ko'z tutmaydi. Ko'z tutmagandan keyin bolalar u narsani u yoqqa, bu narsani bu yoqqa tashlasa, sen narsani qalaymiqan qo'yding. Jig'ishtirmading, joyi qo'ymading. Bolalar uning joyining nərligini bilmaydi. To'g'ri, topolmaydi. U balkim kiyimini sag'aygani shuning joyi deb o'ylash mumkin. Biz uning oldi bilan shuning o'rnini, joyi miya deb ko'z tutmasak, uningdan keyin balkim hamma bolalar bak aqlli o'zining o'rniga opirib qo'yishni o'rganishi mumkin. Shunaqa to'g'ri, bo'ldi bugun shunaq yaxshi ko'ngilli suhbatlashdik. Ammo Andar xush bo'ldimikin? Endi mukofot buyum berdigan yeri keldi. Bo'ldi programmamizning oxirida Umaq Andarga rahmat, Nadiraga rahmat. Sizlarga azroq ko'ngil so'g'imiz bor. Bunimda? Misran. Andar balamga vallahi yaxshi ko'rib yedigan Misran qizlari. Wow. Jiqmiga? Ondan keyin bizning chumilininki shu Taylandda import qilingan kauchuk ilmi ishlatilgan bolalarniki emulsiya yostig'i. Bundan boshqa bizning eng yangi mahsulotimiz bo'lgan bolalarniki kalsiy sinik ichimligi ham ko'p xil vitamin ichimligi. Deb bo'ylaring o'sib, tomoqni toza. Andan Nadiraning sumbul chochlariga amra bo'lish uchun Al-Xumarning jigdi ilmi choch asrash mahsulotlari qabul qiling. Andan bu idrakninki eng yangi mahsuloti bo'lgan bisim yeni xiltish hamroyi sizga sovg'a qildik. Andan eng ko'ngilli narsadan birisi idrakninki oilaviy qumtaqda o'yin kartasi. Buni cho'qim bir oila kishilari birga berib o'ynashinglarni tavsiya qilamiz. Qumtaqda orqali balninki ishki dunyosida o'ylayotganlarini his qilib bo'ldi. Muborak ma'lum o'zi yetakchilik qildi. Undan boshqa yana chaqmoq tezligida o'rganish usulini o'rgatadigan haqsiz mulozamat kartasi. Bechchiq narsalarni beryapman. Andar rahmat degina. Sana xush bo'lding o'g'lim. Andar xush bo'lding. Ko'rib bugun bak xush bo'ldim. Bo'ldi bugungi programmamiz shunchalik ko'ngilli davomlashdi. Andarga o'xshash umoq bolalarimiz ko'rinishdan kapsizda ko'ringani bilan, bularmish kapsizligi bilan umoq. Chunki biz bolalarimizning ortiqchiliklarini, ularning yaxshi taraflarini, chiroyli yerlarini yaxshi ko'rish bilan bir vaqtda eng muhimi ularning azroq yetarsizliklarini, ba'zi umoq kapsizliklarini, sho'xliklarini cho'qim yaxshi ko'rishimiz, qabul qilishimiz kerak deb o'ylayman. Bugungi programmamizdan ekran oldidagi do'stlarimizning cho'qim his qilganlari az emas. Kelar haftalik programmamizga erishaylik. Xayr xo'sh. Xo'sh. Analar izlagan sifat. Balalar tashna xushallik. Ishonch, muhabbat Chumul oilasida. Ana muhabbati eng safdir. Chumula balalar yuvish asrash sovg'atlik yurishligi. Chumula. Hozirgi zamonda kim chechiga yilim chapidi? Jigdi yilimi chashni oziqlantirib, jalliq qiladi. Yilim chapdim deb teshig chiqmamdi. Biz kichik vaqtimizda chepib chiqib ketaverdik.
Ansirmang, mana bugun jigdi yelimi va quyruq may zamonga moslashdi. Jigdi yelimi va quyruq maydan ishlangan al-xumar chash oziqlash gavhari chechingizni oziqlantirib, chashni jonliq paqraq qiladi. Yerilgan chashni asliga keltirib, tabiiylikni qo'g'daydi. Jigdi yelimi va quyruq may bilan chashlaringiz qaytadan jonlansin. Al-xumar jigdi yelimi quyruq may chash oziqlash gavhari. Mana ballar, abida gazliq soda suyini muz bilan tanishasiz. Bakbaydi. Har bir yutumda sizga o'xshamagan tan tuyg'usi ato qiladi. Hammamsa